Pablo Escobar katta miqdordagi giyohvand savdolari sotuvchisi sifatida tarixda qolgan. Bu haqda qisqacha. Pablo Escobar 1949-yil 1-dekabrda Kolumbiyada tug'ilgan. Escobar yoshligidan boy bo'lish, Kolumbiya prezidenti bo'lishni orzu qilgan deyiladi. Yoshligida Escobar qabristondagi qabr toshlarini o'g'irlab, undagi yozuvlarni o'chirib sotganligi haqida ham ma'lumotlar keladi. Keyinchalik Pablo Escobar noqonuniy sigareta savdosi, giyohvand moddalar, qimmat avtomobillarni o'g'irlab, mayda zapchastlarga bo'lib sotishni yo'lga qo'ygan. Asta-sekin o'ziga kichik guruh to'playdi. Escobar o'z to'dasi bilan birga endi odam o'g'irlab, evaziga pul talab qilish yo'liga o'tadi. Uning guruhi ta'siri kuchayib, kengayib boradi. Pablo Escobar giyohvand savdosida o'sib borib, u o'z giyohvand moddalari savdosini yangi cho'qqiga olib chiqish, bu sohada eng birinchisi bo'lish uchun o'ziga orol sotib oladi va orolni giyohvand moddalari to'planadigan, saqlanadigan, mijozlarga yuboriladigan ulkan bazaga aylantiradi. Escobar giyohvand moddalarini AQShga samolyotlarda, suv osti kemalarida tashishni yo'lga qo'ygan deyiladi. 1977-yilda bir nechta giyohvand savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlar birlashish bilan Medellin karteli tashkil etiladi. Medellin bu Pablo Escobar tug'ilib o'sgan shahar hisoblanadi. Bu guruh bir yil ichida juda katta daromad pul oqimiga erishadi. Ularning ta'sir doirasi haddan ortiq kengayib ketadi. Escobar kun sayin boyib o'ziga qimmat villalar qurdirib, hatto shaxsiy ekzotik hayvonot bog'ini ham tashkil etadi. Kolumbiyada Escobarning nomi tanilib ketadi. 1982-yilda Pablo Escobar Kolumbiya kongressiga kirishni xohlab va bunga erishadi. Pabloning kongressga saylanishi hokimiyat vakillarini juda g'azablantiradi. Pablo kongressga kongressmen sifatida emas, uning o'rinbosari bo'lib ishlagan. Pablo Escobar siyosatga kirib kelishida o'zining daromadlarini yo'lovchi tashqi xizmatidan olinganligini ko'rsatgan edi. Haqiqatdan ham Pablo Escobarni taksi xizmati ko'rsatuvchi avtoparki bo'lgan. Lekin kichik avtoparkning milliardlagan daromadi siyosatchilarga shubhali tuyuldi. Shundan so'ng Adliya vaziri Rodrigo bu masalada tergov o'tkazadi. Shunda Pabloning daromadlari avtoparkdan emas, boshqa yo'llar bilan topilgani aniqlanadi. Tergov ma'lumotlari Kongressda ma'lum qilingan. Shundan keyin Escobar kongressdan va siyosatdan ketishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Pablo Escobar siyosatchilarga qarshi harakatlarini boshlaydi. Pablo birinchi bo'lib Adliya vaziri Laro Bonillani 1984-yili 30-aprelda uning mashinasiga avtomatdan hujum qilish orqali vazirni halok qiladi. Giyohvand moddalar savdosini hal qilish umidida Kolumbiya hukumati AQSh bilan giyohvand sotuvchilarini ekstraditsiya qilish to'g'risida shartnoma imzolagan. Bu shartnoma Escobar va uning sheriklariga xush kelmagan. Sababi Pablo Kolumbiyada pora evaziga ishlarini hal qilgan bo'lsa, Amerikada buni qila olmasligi mumkin edi. Pablo Escobar Kolumbiya va AQSh o'rtasidagi ushbu kelishuvni bekor qilish evaziga Kolumbiyaning butun tashqi qarzini to'lab berishini taklif qiladi. Lekin u rad javobini oladi. Shundan so'ng Pablo Yevropaga ko'chib ketishni o'ylaydi, lekin uning xotini bu fikrga rozi bo'lmaydi va erini ham qolishga ko'ndiradi, deyiladi. Shundan so'ng Pablo hukumatga qarshi hujumlar boshlaydi. U ekstraditsiya bilan shug'ullanadigan xodimlarni ta'qib qilishni boshlagan. Jurnalistlar, politsiyachilar, siyosatchilar halok bo'la boshlaydi. Manbalarga qaraganda halok bo'lganlar taxminan 1000 dan ortiq kishi deyiladi. 18-avgust kuni prezidentlikka nomzod Luis Carlos ham otib o'ldirilgan. Luisning o'rinbosari Sezarni ham ta'qib qiladi. Pablo Escobar
Sezar uchishi kerak bo'lgan yo'lovchi samolyotini portlatgan va 107 nafar yo'lovchi halok bo'lgan deyiladi. Ushbu aviahalokatda halok qilinishi kerak bo'lgan Sezar tirik qoladi. Sababi Sezarning yordamchilari oxirgi daqiqalarda uni uchmaslikka ko'ndirgan deyiladi. Shundan so'ng hukumat Pablo Escobar bilan kelishishga qaror qiladi. Escobar Kolumbiya hukumati bilan kelishuvga erishgandan so'ng o'zi xohlagan tarzda qamoqxona qurishi va unda o'zi xohlagan shartlar asosida jazo muddatini o'tishga kelishadi. Pablo Escobar o'zi istagan holda qamoqxona qurdiradi. Qamoqxona ham deb bo'lmagan, u katta bir villaga o'xshagan hashamatli bino hisoblangan. Kelishuvga ko'ra, Pablo Escobar qurdirgan qamoqxonada politsiyskilar 20 kilometr masofaga yaqinlashishi taqiqlangan. Pablo Escobar qamoqxonasini o'zini yangi ofisga aylantiradi va u yerdan giyohvand savdosini nazorat qilishini davom ettiradi. Pablo qamoqxonada uning buyruqlarini to'liq bajarmaganlarni yo'q qilishni davom ettiradi. Bu albatta Kolumbiya hukumatiga yoqmaydi. Shundan so'ng hukumat Pabloni haqiqiy ma'noda hibsga olishga kirishadi, lekin Pablo qamoqxonadan osonlik bilan qochib ketadi. Pablo qochqinda bo'lgan vaqtlaridan bir kun tog'da tunashga majbur bo'ladi. Havoning sovuqligi sabab qizini isitish uchun Pablo $2,000,000 yo'qotganligi aytiladi. Kolumbiya hukumati Pablo Escobarni ta'qib qilib, uni qo'lga olish uchun juda katta urinishlarni boshlaydi. 1993-yil 2-dekabr kuni Pablo o'zining tavallud topgan kunidan ertasi kuni oilasiga qo'ng'iroq qiladi. O'g'li bilan gaplashgan vaqtda maxsus xizmatlar Pabloning turgan joyini aniqlashadi. Qisqa vaqtda Pablo yo'q qilinadi. Pabloning dafn marosimiga juda ham ko'p odam to'planadi. Shu bilan odam kimlarnidir larzaga solgan, kimlar uchundir yaxshilik qiluvchi inson sifatida ko'ringan, kimlar uchundir dushman ko'ringan Pablo Escobar halok bo'ladi. Ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Pablo Escobar haqida siz nimalarni bilasiz? Qanaqa ma'lumotlarni eshitgansiz? Izohlarda fikrlaringizni kutib qolamiz. Faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun izohlarda fikringizni qoldiring, like bosing va bizni kuzatishda davom eting.